Etihadda g'alaba imkoniyati havoga uchib ketdimi? 2-2 durang. Manchester City yana imkoniyatni qo'ldan boy berdimi? Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari. Bugun Premier Ligada Manchester City va Nottingham Forest o'rtasidagi bahsni tahlil qilamiz. Agar sizga shunday chuqur va ishonchli futbol tahlillari yoqsa, hoziroq like bosib, kanalga obuna bo'ling. Etihad stadionida o'tgan uchrashuv g'alaba uchun katta imkoniyat edi, ammo yakunda 2-2 hisobida durang qayd etildi. Arsenal g'alaba qozonib 3 ochko olgan paytda kutilmagan durang natija City uchun yana ochko yo'qotish bo'ldi. Jamoa yorqin boshladi. 31-daqiqada Antoine Semenyo ajoyib yakun bilan hisobni ochdi. U yuqori tezlik bilan hujumda uyushtirgan aks hujumni gol bilan yakunladi. Birinchi bo'limni 1-0 bilan City ustunligi bilan yakunlash muhim edi. Ammo ikkinchi bo'lim boshida mehmonlar darvozaga qaytadan hujum uyushtirib, 56-daqiqada Morgan Gibbs-White hisobni tenglashtirdi. Bu holat City himoyasida kichik beqarorliklarni ko'rsatdi. Oldinga qaytgan Rodri esa 62-daqiqada jamoasini yana ustunlikka olib chiqdi. Bu uning mavsumdagi samarali ishtiroklardan biri edi. Forest esa zaif jamoa emasligini yana bir bor isbotladi. 76-daqiqada Elliot Anderson yakuniy tenglashtiruvchi golni urib, durangni ta'minladi. Bu gol yangi qanotlar ochilishi bilan bog'liq bo'lib, City himoyasida mavjud kichik bo'shliqlarni ham ko'rsatdi. Bu o'yinda diqqat markazida yana bir nom bo'ldi. Abduqodir Husanov. U 77-daqiqada Ryan Aytnuri'ni o'rniga maydonga tushdi. Husanov maydonga kirgach, City gol o'tkazib yubormadi. Jamoa to'pni nazorat qilishni biroz yaxshiladi va bosimni suiiste'mol qilmaslikka urindi. ESPN analitiklariga ko'ra, Husanov maydonda bo'lgan vaqt davomida jamoa himoyasini biroz barqarorlashtirdi va qiyin momentlarda to'pni uzatishlarda aniqlik ko'rsatdi. Albatta, ko'pchilik muxlislar agar Pep Guardiola Husanovni asosiy tarkibda boshlanganda o'yinning taqdiri City foydasiga o'zgargan bo'larmidi deb savol beradi. Husanov juda tez, pozitsion o'qiya oladigan hamda to'p bilan yaxshi ishlovchi himoyachi. Uning maydonga kirishi City markaziy zonadagi tartibni yaxshilashga yordam berdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Manchester City uchun bu durang 2 ochko yo'qotishga teng. Nottingham Forest esa o'z imkoniyatidan to'liq foydalandi. City uchun rotatsiya muhim, ammo futbolchilarning asosiy tarkibda bo'lishi yakuniy natijaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bunday o'zaro murakkab o'yinlarda. Savol ochiq. Pep Guardiola Abduqodir Husanovni asosiy tarkibda boshlanganda o'yinning yakuni City foydasiga o'zgargan bo'larmidi? Javobingizni pastdagi kommentariyada yozib qoldiring.